etgan bo'lsak, programmamizning birinchi bosqichi bizning naqshimiz. Assalamualaikum. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Özünüzün lirik kuyunuz bilen programımızın tunji sayfasını içip baradınız. Siz bilen bir kısaca tanışkan bolsak. Assalamualaikum, hürmetli bahalı uçsuzlar. Assalamualaikum, nahmeydan istamayışsınlar. Televizor aldıdaki görünmen dostlar. Hammalarga birinci numaralık Mahir Aytullah Qasım'dan otluk salam, Ali ehtiram. Aytullah, azırçı nemişlerden çoğlanmadı nereden? Özüm ilk tigim Qashqar'da. Qashqar'da. Özüm ürümçi doğulup çoğalgan. Yurt Qashqar'da tigimiz, şundak o?
Hazır Ürümçide çoğun oldu. Nemiş? O'qiyman. O'quvchi. Ha, shu, o'quvchi. Qaysi kasbda oliy maktabdami yo? Yo'q, Intel tarbiyalash maktabida kompyuter o'rgatman. Ha, to'liq kursun bizniki mau maktabni bitirib bo'lgandan keyin 9 yillik majburiy ma'rifni, uningdan keyin Intelda, shundaqmi? Qanday qadar o'qishlaringiz yaxshi ketyaptimi? Yaxshi. Ha, amsi nim sababdan o kasbni o'rganishni o'ylab qoldingiz? O'zim kompyuterga qiziqmanchu. Shunga shu kompyuterni tanlab, ashundir o'rganay deb o'rgandim. Ha, undaq bo'lsa kompyuter qiziqibla endi naqsh yo'liga kirib qolibsiz-ku. Bu naqshga kompyuterda makra qiziqman. Ha, shunga oldi bilan naqshni deyishingiz kerakdi. Ha. Balki kichkindan boshlab naqshlarni anglasam, qat'iy turmayman. Zo'rabdan aytaman. Men muzika kasbida, san'at kasbida qat'iy tarbiyalanib boqmagan. Undaq bo'lsa, mush balg'uchi ustozlarning birasini do'rab aytib boqqansiz yemishadi. Uni qilamasmenki. Numrim totilib ketdi deb o'ylayapsizda. Bo'ldi, undaq bo'lsa balg'uchi ustozlarniki bahosini anglab boqaylik. Ovozingiz ammo bopusliq tava, aralashma yenigrek bir ovozgan. Ko'rinib turdi. Sakniga tunchi qitim chiqqandek tursiz, shundaqmi? To'g'ri. Muzik tezligingiz yaxshi ekan. Maqsadingga yetdingmi nomliq bu naqshnimi? Xeylilar lirikalik. Yaxshi o'rinladingiz. Endi taklifim ammo sakni turgan vaqtidagi qiyofat, badan tutish jihatlarda ko'proq izlaning. Sakniga chiqqan kim bu bizning turmushga o'xshamaydi. Cho'qim turmushdan bir balda qustin daraja turish kerak. Shunga sakniga chiqib naqsh etgan qiyofat, badan tutish jihatlarda ko'proq izlaning. Omad tilayman. Yuqoridagi naqshni aytish jarayonidagi naqsh tekstlarini elishingizmi nihoyatda tushunishlik, ochiq, nihoyatda ravon bo'ldi. Naqshni yaxshi ijro qildingiz. Mening demoqchi o'g'lim Jamiragul degandek saknidagi badan tutish qiyofatlarini yaqinma shu taraf diqqat qilsangiz yanada yaxshi bo'ldi. Tunchi qatim texnik chiqishim bo'lganga bekchi deyishib ketdim. Endi diqqat qilish kerakda, kirish kerakmi shu. Sakniga chiqdingmi? Aman atni minding. Aşı oxirgacha shu otni yaxshi mustahkam turish kerakda, kirish kerak bu taraflarga. Omad yo'rus. Qo'shimcha qilsangiz armon chiqdingiz. Sizdan birinchi nomerlik mayrimizmi o'zining nomerini ko'rsatib o'tdi, hamda qizg'in olqishlarimiz bilan ikkinchi nomerlik mayrimizdan sahnamizni taklif qilamiz. Marhamat.
Va alaykum assalom. Yaxshisiz? Ha, bir qizg'in salomlarni yo'llab o'tgan bo'lsanglar. Assalomu alaykum bag'ich sozlar, ikromli ko'rmanlar. Shundaqla naq maydondagi barliq tomoshabinlar. Men 8 numurlik Mayir Nuraliddin hammalarga o'tliq salom va oliy ehtirom. Yurt nereden? Yurtim Atuş'tan. Atoş. Nava sahnimizde şu Atoş qarindoshlarimiz her bir son programımızda özgüç bo'lgan san'at mumidlar orqali qo'shib kelyapti. Hamda bugun siz o'zingizning tunji naqshingiz orqali, ya'ni bizning usulchi qizimizning maslashi bilan ham numaringizni har holda o'zingiz g'albilik tamomladin deb o'yladingiz. Hozirgi hissiyotingizni bilib boqay. Hozir kayfiyatim shunday yaxshi. Yaxshi. O'zimning xo'shliqim bor. Odatda qaysi kasb bilan shug'ullansizlar? Odatda men o'qiyapman. Mushu Urumchida san'at institutida bilim oshirishda. Qaysi kasbda? Naqsh kasbini o'rgatyapman aka. Naqsh kasbida bilim oshiryapsizlar. Bilim oshiryapman shunday. Bo'ladi. Unda bo'lsa ba'zig'icha ustozlarimiz ustozlarning shu taklif fikrini anglab, o'zimning kamchiligini bayqaydim mustamiga. Chiqtirishimdi. Bo'ldi. Unda bo'lsa bizningki ba'zig'icha ustozlarimiz qani bizning 2-numurlik mayirimizga qanday baho berdi ekan anglab boqaylik. 2-numurlik mayir müzik seziminiz yaxshi, ovozingiz takshi, ammo sal tutuqroq. Yuqoridagi Boston Chosh nomli naqshini yaxshi ijro qildingiz. Endi diqqat qilgan taraf bir qiz sizga usul o'ynab turayotgan ekan, uning moslashqoldi. Harakatingiz moslashdi, lekin yanimi tabiiy bo'lish kerak. Endi o qizni oldingizga o'tkazgan holda naqshingiz texmo yaxshi bo'ldi. Mush taraflarga diqqat qilsangiz, endi ovozda o'qiyotibsiz. Ya'ni texmo ovozni yo'riq qilish jihatlarda yana boshqa qonuniyatlar bor. Shu taraflarni texmo tirishib o'rganib ketsangiz yaxshi bo'ldi. Rahmat ustoz. İşleriniz tutuqliq olsun. Rahmat. Bu naqshning melodiyasida chiroyli bir yerlik alayidligi kuchli. Alsamadım artışkan naqsh deydi o. Ama birlik bo'ladi bu. Melodiyasi. Jiq o'zgarish yo'q. Melodiyasi jiq o'zgarishlik yo'q. Endi avjimi ancha egiz emas. Biroq bu qattiq puroq shiv, yerlik puroq shiv talab qiladi naqsha. Shu buni chiqashga boshqartadimiz esi bu, atishga yetamadigan yeri shu. Buni puroq hissiyat shivisi jiq talab qildi. Amaliyotda naqshning qiyinlik darajasi ancha yuqori emas. Chunki buni egiz avjisi ancha yo'q. Melodiya o'zgarishi ancha emas. Senda qiyofat yaxshi, lekin qiz karamat o'ynaydigan usullar qiz. Senda anda qizlar o'ynagancha qasqus atishda yigitlarga lik istil putgan o'ynaydi usulni. Sen bu masash bo'lda o'ynagan bo'lsang, texnik yaxshi bo'ldi. Bichar qiz qachon parvona olib chiqib ketdi. Balki bu sendagi hissiyotlarga diqqat qilgan, san'atning instituti o'qiyotsa nima? Shu mushtarlarga diqqat qil. O'tib Rahmat. Ovozingiz boyi ustozimiz deb o'tgandek, sal ovozi tutuqroq, lekin xilil kuchi bor, doirasi tarroq bir ovoz. Boston Chosh nomli bu naqshinimi usulchi qizimizning nafis, go'zal usul harakatlari yordamida bir qadar yaxshi o'rinladingiz. Sizga men tavsiyam, naqsh aytgandagi kayfiyat bo'lib, chira mimika jihatda toz qizg'in bo'lmadi. Siz bir go'zal qizning Boston Choshni madilayotgan yigitkansiz, cho'qim sizda zo'r ishqi muhabbat chaqnish kerak. Ma tarafda sen toza maslashamay qoldingiz. Keyingi bosqichlarda mushtaraklikka diqqat qiling, omad tilayman. Rahmat sağ olun. Rahmat. Bizden 2-numurlik mayirimizmi özünün numarını kösüp ötdi. Hem de kızgın alkışlarımız bilen 3-numurlik mayirimizden sahnemizi teklif kılımız. Merhaba. Thank you.
caydan benim yarim. Vay yarım bamigan toyga, vay men sumay baralmayman, vay men sumay baralmayman. Yaranın köngli eknadır, çay koyup ağlamayman. Ayradi şu, azadi şu, oynayanın dedi şu, sen çıraylık yarim şu. Ama seni bana tatayım, vay dosta dosta yey, vay dosta dosta yey. Hayvaniyem hayvanımdır ya, yatayım cinem yarey. Hayvaniyem hayvanımdır ya, yatayım cinem yarey. Zemnem dadini aldep, vay dosta dosta yey, vay dosta dosta yey. Senin derdin ne tatayım cinem yarey. Senin derdin ne tatayım cinem yarey. Ey dostlar, ey yalan, ey yalan, ey dostlar. Olma şahit geldi, oy hanıma, oy yarıma. İlgileşni kim bildi, ey yarıma. Sen misli bayarım diyen, oy yarıma, ey hanıma. Ayrılışni kim bildi, ey yarıma. Kelmege yerge kili, endişige kaldı kişi. Kelmege yerge kili, endişige kaldı kişi. Çekili demek yok, mundaş kili ne de kişi. Çekili demek yok, mundaş kili ne de kişi. Vay xene mabak çiray, otul demek kandak çıday, otul demek kandak çıday. Bir qator chatma naqshlarni o'rinlash orqali mana Navoiy sahnamizdagi naq maydondagi azizlarimizga qizg'in bir kayfiyat ato qildingiz. Nurg'ulg'on tomoshabinlarimiz o'rinlaridan turib, usullar orqali sizni qo'llaydiganligini bildirishdi. Sizga shundoq qarasak, sizni bir xil shunchalik bir mehribonlik, o'zingizga bo'lgan ishonch, shunchalik bir oddiy soddalik ish qilib bir ulug' kishilarimizni buladigan bir simo ko'z oldimda paydo bo'lgandek bo'ldi. Siz bilan bir tanishgan bo'lsak, qayoqdan keldingiz? Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, naqshmaydan tomoshabinlar, ekran oldidagi ko'rarmanlar. Men Aqso viloyatining Kalbin noyisidan Yasin Tunyaz Shadimandan Andrasulga o'tib salom va oliy ehtirom. Kendiki Şadıman taxallusma? Yasin Tunyaz Şadıman. Şu Şadıman bo'lg'achmish chiroyli bir xil kulki chiroy, har vaqt jilminib turadi ekan. Odatda qaysi kasb bilan? Men dehqon. Dehqon. Bayaq sifatlarimiz dehqonning sifati. Odatda Aqsuda dehqonchilik qilib shu kao teramsizlar yo? Yo'q. Men kelpin maqsad kelpin. Kelpinning chamg'uridan. Chamg'ur teramsizlar. Qanday mas'uliyatlar qandaqroq? Yaxshi. Yaxshimi? Bu yillik g'ulusul. Yaxshimi? Unda qilsa barakat tilaymiz. Naqshingizga bizniki naq maydondagi bog'liqchi ustozlarimiz baho berib baqsin. Qani, marhamat. Ovozingiz to'rba, jarangliq, pishqon, millicha uslub tava bir ovoz keldi. Anlanıp durdu, xeyliler muqimlashib, qeyliplashibdi.
Köp üzgürüşlük kelpin senimini ipkepsiz. Bunu mu xeyli seviyelik merdan urlap ediniz. Rahmet. Sizden qarashtılı turdu xeyli sorun köygen. Mundaq kichik bosmuz sakni köygenlikiniz. Avaz çaraytınız nait yaxşike bulupmuz sizdeki müzik sezim alaydı yaxşike. Amet eleymen. Siz bir xalq sanatkar ekansiz, ha? Şundanmı? Ma aldığa bir xil tushuntirishimizni o'qidik. Siz shu Aqsuv viloyatida işte dehqonlar san'at ko'riklariga qatnashib xeyli zo'r ta'sir qo'zg'agan naqsh ekansiz. Bay o'rilgan bu naqshingiz kelpin sanimmi? Kelpin senimi. Kelpinda işte yerlik naqshlar bor, o'z tayyorladi. Yerlik naqshlar bor. Bormi? Bor. Men bu Aqsuvda kuchaning naqshi olib ketganman. Kelpinning bakanda yaxshi ovozni shundoq yaxshi. Tekisi kelsa xalq tekislari. Lekin ahanglari ajoyib o'zga shundoq yaxshi. Sahanda siz mana shu chataqi o'diqmay turdi ekansiz. Jiq sahnaga chiqib ekansiz. Garchi bunda cho'ng sahnalarga chiqmagan bo'lsangiz-mi? Atuvalik sahnalar davomli qilib siz. Ahmet yer bo'lsa qarang, ma o'tkildan saqlanib o'tasiz maqma. Yuqorida Ömeragül bilan tishat degandek haqiqatan ma naqshini, yuqoridagi naqshini nait xili yuqori saviyada ijro qildingiz. So'zlarni elishingizni shundoq ochiq tushunishli, ravon. Müzik sezindingizmi? Nait yaxshi. Yaxshi ijro qildingiz. İşleriniz utuqliq olsun. Rahmat. Sizga tilaymiz, armon qilamiz. Endi biz oldingi programmamizga qisqa uchur yo'llash orqali mukofotga erishgan talaylik abonentlarimizdan bir tanlab olgan bo'lsak, cho'ng ekrandagi nomerlar to'xtamasdan aylansin. To'xtasin. Muborak bo'lsin. Yon telefon nomeri 150 01 Yangnava 88 33 bo'lgan abonentimiz siz bizdan bo'lsan programmamizning talaylik abonenti bo'ldingiz. Sizni mukofotlaymiz. Yine Altay Qanas Sütçilik şirketi təminləyən Qanas markasidagi atkanchaylar siz uchun bizning kichkina ko'ngil so'g'imiz qabul qilgan bo'lsangiz. Endi biz yana bir talaylik abonentimizni tanlab olgan bo'lsak, cho'ng ekrandagi nomerlar to'xtamasdan aylansin. To'xtasin. Muborak bo'lsin. Yon telefon nomeri 158 99 Yangnava 95 bo'lgan abonentimiz o'xshashlar sizga ko'ngil so'g'imiz bor. Talaylik abonent bo'ldingiz. Sizni Altay Qanas Sütçilik şirketi təminləyən Qanas markasidagi atkanchaylar bilan mukofotlaymiz. Muborak bo'lsin. Elimizдің sağlığı, öyümüzдің şadlığı, şadıman yürüşlük aksıl talqalları. Davudum, mavu saxtısı, avu ras, mavu ezan, avu qimmet. Avu sipetlik, mavu sipetsiz. Bir ayol karxançının 10 yıllık kan terini ecerini yavasa, kandak ravaş tapa, kandak ılgırvasa bu saxtı bezle. Yani şundak doğravesi. Doğravesi qanda oldu? Doğrumçukның ağzı küçük oldu. Ras, setip olağanda dikkat kılın ki, haqiqiy çaş doktorunun mahsulat markası Şahla. Mahsulat ismi çaş doktoru. Onundan başka zavut adresiga alohida dikkat kılın. Çaş doktoru yürüşlük çaş yüz suyuqlığı. Hayga sizga har vaqt dengiz o'tgandek salqinlik ato qiladi. O'tir dengizdan suvi qo'shilgan limon suvi namlik va sut miqdorini vaqtida to'lqaydi. Sizdan saqlanaman desangiz, hayjanni iching. Hayjanni ichsangiz o'tir dengiz bilan chunki orada hayot qilib turishga erisha olasiz. Nashpit damchilaridan ishlangan bejiyan nashpit sharbetini ichsangiz, xuddi nashpit mevasini yegandek his qilasiz. Yegili bo'ladigan tabiiy tamlik bejiyan nashpit sharbeti. Mejiyan nashpit sharbeti. Olmadan ishlanganlarmi bor? Jungodagi kichik Makka deb atalgan Lingsha shahri Kalgushi o'g'risining ona makoni. Bu joydagi qo'yzuq qarindoshlarning yemak-ichmakka bo'lgan yuksak mas'uliyatidan ta'sirlangan Mezon shirkati ixtisosliklar qo'shini bilan tashkillangan Mezon tayyorgarlik zavodini ishga kirishtirdi. Ana yurtimizni tashlab, yiroq qirlarda zavod qurishimizdagi maqsad bu mahsulotimizni mamlakat ichi va xalqaro bozorga yuzlantirish. Charchagan qarindoshlarimiz bir chin o'xshagan suyoqash bilan ordug'ini chiqarsin. Ular kulimsirab turib Mezon o'xshabdi desin. Biz ko'rib so'zladik, bilib so'zladik, tetib so'zladik. Rost so'zlash bizning mezonimiz. Mezon tayyor cho'plari. 3-numurluq mayirimiz o'zining numerini ko'rsatib o'tdi. Hamda qizg'in olqishlarimiz bilan 4-numurluq mayirimizni sahnamizga taklif qilamiz. Marhamat.
bilan bir tanışıp o'tgan bo'lsak. Assalomu alaykum, Yangi Nava programmasiga o'qituvchi ustozlar. Assalomu alaykum, Yangi Nava programmasiga qadam tashrif qilgan aziz qarindoshlar. Assalomu alaykum, ekran oldidagi suyimli ko'rarman qarindoshlar. Menki 4-numorliq Mayir Azizona Aqsu yurtidan kelgan Rayladan sizlarga o'tliq salom, oliy ehtirom. Demek Rayla sizmi Aqsu diyardan kelsiz da. Bugungi mayillarimiz asosan Aqsu diyardan baytma bizning kelpirlik bir qarindoshimiz bilan tanishib o'tdik. Ham siz Aqsuniki qaysi o'rindan keldingiz? Men Azizona Aqsuninki Qartaldan keldim. Endi Nava sahnamizga kelishingizdagi güzel arzu armanlarınızı anlap bakayla. Ben kichigimdan tatib Naqshsulga riyosatchilikka qiziqdim. Hamda shu jihatga atuvchiligimni joriy qildirishga naytdi erismandim. Gerçi hozir o'qiyotgan maktabim Shinjon kasbiy universiteti yasli ma'rifi bo'lsa-mu, lekin bu kasbga to'g'ri kam, naqshga to'g'ri kamsimi, kichigimdan tatib qiziqashqa bu kasbga. Shunlashqa kichigimdan boshlab naqsh etib ustoynab ketdim. O'sha o'qituvchi ustozlarningki hamda men qanchalik baholandirdi, o'zimningki alayli qanchalik shularni anglab baqay deb keldim. Hamda mush ekran orqali qadrdon ota-onamniki, farishtasifat ota-onamniki dehqon farzandni bir oilaniki o'qitib bo'lmag'i undaq oson emas. Shu Azizona oppa dadamningki jafo ichida, jafo mushaqqat ichida meni yaxshi sharoitga, yaxshi o'qish muhitiga hozirlab, meni mushtaq bir sharoitlarga yaqinligiga chin ko'nglimda rahmat aytishim shu munosabat orqali shu aziz oppa dadamningki umriga uzun umr, ishlariga baxit, oilamizning texmi inoq iziz bo'lishini tilar. Xo'sh, undaqda bog'liqchi ustozlarimiz 4-numorliq mayrimizga qanaq baho bergan anglab boqaylik. Salam Rayla. Ovozimiz o'rni yuqurroq. Yaqinlik bir ovoz ekan, ovozchingiz. Endi bu Azat Zaman nomli bu naqsha bizning Nava sahnimizda xeyli ko'p etildi. Tek aldığımız günü bir mayırımız oruladı. Naqshini her halda udarları toğra, özünüzün şu hazırki şaraytınızga mas halda oruladınız. Hem de teklifim, çokum naqsh tanlaganda özümüzün hazırki şarayetinden toluq paydalanıp, en yaxshi ifadelaydigan naqshlarni tanlashga mayır bolsa degan umiddaman, omad tilayman. Ovoz doirasi kam, ham tekshi. Müzik seziminiz mi yaxshi ekan? Şu yuqoridagi Azat Zaman nomli naqshini aytish jarayonidagi ifodangizga yaxshi baholanib berdi. Uning ustiga naqshining ulgisi bor. Endi boy qog'oz yuzidagi naqshi bo'lgan bo'lsa, uni rasmiy sahnalashtirganda qiyinlik bo'ladi endi. Uning ulgisi bo'lgandan keyin shu naqshini qayta anglab aytsangiz texnik yaxshi bo'ldi. Mush taraflarga diqqat qilsangiz, yana mush Amragulni izlab, yana ovoz bilimidan dars olsangiz texnik yaxshi bo'ldi. Burada Ahmet yer olsun, aramettir. 4-numorluq mayırımızmı özünün numarını köstüp ötdi. Hem de en ahırkı mayırımız, 5-numorluq mayırımızdan kızgın alkışlarımız bilen sahnimiz teklif kılmaz. Merhamet. Bilmeydettimen Canan çıraylı bala okşaydı balam çıraylı bilmeydettimen Canan çıraylı bala okşaydı balam çıraylı ayrılgan çağda Cennemdin anam çiraylı ayrılgan çağda bildim kiçkin cennemdin anam çiraylı anam anam mihmanim anam 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 çayligim anam yığlasam yığlap külgemni külgem meni bir ömür
canım dep bilgen baldırlar ayrılıp kadri üzülgen Şenemmeden anam çirayla Kürk atlayıp aş yetişleri Yolumga telmirip zar kütüşleri Zalalligimni geçirişlere Şenemmeden anam çirayla Söymezken beni anam bek geçkin Köymezken bana anam bek geçkin Şenmez yürgümni anam bek geçkin Şenemmeden anam çirayla Anam, anam, baylidim anam Anam, anam, çıraylidim anam Anam, anam, baylidim anam Anam, anam, çıraylidim anam Assalamu alaikum, Yanılama programımızın aziz görünmeleri. Assalamu alaikum, bağlı ustazlar. Assalamu alaikum, ekran aldığındaki aziz kırımdaşlar. Hemdinlarının müşvaat hayırlı olsun. Ben 5. Lokmayır, Abdüsalam Yusuf'tan hemdinlarga otluq salam. Hoş Abdüsalam. Endi sizni nereden sorayımız? Ben ağaçının aktığını açtım. Barın, anlaganda, barın şu. Hoş. Asasen o yerda nima ish bilan shug'ullanasiz? Men o'qishib degan, 3 yillik xizmat ishlab hukumatda. Ondan keyindan xizmatni tashkil etib, tijorat bilan shirkat xizmatni vaqtincha to'xtatib. Ha. Hozircha shirkatda shu tor bekat torninki tor birimlar shu ishni qilaman. Hozir shu shirkatingizning ishlari qanday qarab? Yomon emas, yaxshi hozir. Yani taqiqib ketamiz. Endi bu kasbni qanday tanlab qoldingiz? Endi men naqshiga kichikimdan endi aqlim kelib 7 yosh vaqtimda shu chog'dan tortib naqshni anglab, hattoki shu chog'da bir loyim borda uydamda. Shuni unalg'o. Shu chog'da bir mikrofon borda akappaga o'tkili. Shu yerda shu o'tkil yo'q chog'da naqsh to'lab. Bachog'da nima ish bo'lmaymiz? Bachog'da xizmatlar tullab. Ha. Shuna kichikimdan chiqib o'zim qiziqib erisman. Demek endi bu naqsh kasbi jihatda o'zingizga tarbiya muntazam tarbiya ko'rmagan. O'zingizlar o'rganib olgan. Shunaqmi? Amakar bo'lsin. Hamsi bizdan bog'liq. Ustozlarimiz qanday baho bergan anglab boqaylik. 5 numurluq mayır ovoz doirasi ancha keng bo'lmasimi, ovoz tusungiz yaqinlik. Yuqoridagi Anam chiroyli nomli naqshini aytish jarayonidagi muzik sezimingiz yaxshi. Melodiya talab qilgan muzikalik hissiyatni yaxshi ifoda qildingiz. Tekstik so'zlarni elishingiz yaxshi. Naqshini yaxshi ijro qildingiz. Omad yor olsun. Ovozingiz sadoba, sharoiti yaxshi bir ovoz ekan. Anam chiroyli bu naqsh, nomli bu naqshinimi? O'z hissiyotingiz bo'yicha bir qadar to'liq, mukammal o'rinladingiz. Siz mundaq chiqib aytganda bir naqsh havaskor edi, shundaqmi? Shundoq. Shunga bo'lsa, shu ovoz ilmi jihatda yana ovoz naqshidagi bo'libmi, so'z naqshi tekstlarni elish jihatda, ya'ni ko'proq izdinim, omad tilayman. Bo'ldi, rahmat. Bo'ldi, bog'liq ustozlarimizdan yaxshi baho bersangiz, unda qo'shib qolgan mayirlarimizmi? Qizg'in olqishlarimiz bilan sahnamizni taklif qilamiz. Marhamat. Hürmetli televizor ko'ruvchilar, mana bizning birinchi bosqichimizmi g'albalik tamom bo'ldi. Endi naq maydondagi tomoshabin do'st, siz faraz qilib beqing. Sizcha bu haftalik yulduz kim bo'ladi? Qaysi mayirimiz? Menimcha 3 numurluq mayir haftalik yulduz bo'ldi. 5 numurluq mayirimiz haftalik yulduz bo'ldi deb faraz qilaman. Menimcha 2 numurluq mayir haftalik yulduz bo'larmikin deb faraz qildim. Menimcha 5 numurluq mayir haftalik yulduz bo'larmikin deb faraz qildim. Menimcha 4 numurluq mayir haftalik yulduz bo'larmikin deb faraz qildim. Menimcha bu haftalik yulduz 1 numurluq mayir bo'larmikin deb qarayman. To'g'ri faraz qilgan tomoshabinimizga bizning ko'ngil so'g'imiz bor. Ya'ni Xinjiang yo'lliq xalqaro savdo cheklanish shirkati ta'minlagan yo'lliq markasidagi ko'ngilak.
Hürmetli televizyon köygüçüler, naq meydandaki azizler. Körvatqınыңlar, Ürümüş televiziya stansı bilen Şinjan Vasiyot Medeniyet Tarqıtı Şekil Şerikti birlikte ötküzgen Kızıl Kalla vitaminli kuvvet içimliğe alaydan karlaşkan Yeni Nava programısı. Eğer programımızdaki mahirlerimiz haftalık yıldız bolsa, Şinjan TYT Xalqara Sodi Şekil Şerikti təminlegen TYT markasındaki kollagillik bit bilen mukapatlaymiz. Münevver mahirlerimizin bolsa, Şinjan Şahla Xalqara Sodi Şekil Şerikti təminlegen Şahla markasındaki bir yürüyüş, ter asıraş, buyumları bilen mukapatlaymiz. Onundan başka, eğer Nava sahnesideki mayır yıllık çolpan bolsa, Merkezi Televizya Stansının Şingwangda da yeni Parlak Yol programısına katılışı şerpi gerçelaydı. Onundan başka Abdunum rayonumuzdan her qaysı jaylarda ötküzülgen çoğun kitki sanat faaliyetlerine alaydı teklif bilen katılış fursati gerçelaydı. Hoş, emdiki tallaş fursati naq meydandaki azizlar sizlarning qo'linglarda. O'zingiz talantiga qoyil bo'lgan mayirimizning rap numerini yuqori ovozda to'g'ilg'ash, bilet tashlasangiz bo'ladi. Bilet tashlash başlandı. 5, 4, 3, 2, 1. Hayat yaxşılıq bilan texmi güzel. Tey kollagillik peptit. Şinjan Mötüver Xalqara Soda Şekil Şirketi yeniden ishlab chiqargan Achin Supun parashugi ishonchlik bo'lib, siz o'ylab bakmagan katta mukofotlar chiqadi. Shunda sarxil mukofotlardan qasdim burunka, kamsa chiqadi ekan. Shunda qil chiqarish unumi ajoyib yaxshi ekan. Shunga biz Achinni tanladik. Abdulla aka, necha kundan beri to'xtamay odam tanlayapsizlar. Charchab ketdingiz aka. Odam degan albatta charchaydi. Ammo men Anbarni tanlag'achqilar charchashni istamayman. Sizlarni teklif qilinglar. Shanbani iste'mol qilsanglar, hammanglar Abdulla akamdek charchamaydigan bo'lib ketsizlar deb o'yladim o'zimcha. Kağış bu yoyu 8 türlük iş tertibi 100 türden artık süper tekürşüdün ötken. Süperlik yoyu, dünyavi ölçem, elbette Kağış bu yoyu da. Kağış bu yoyu, ela süperlik su bulup kişi kalbini şatlandırdı. Neticeler kötüler buldu. Keyinki basqışqa ötkenler, mübarek olsun, hayırlı qıqaştırsanlar. Aytıllah. Hoş. Emdiki yürek sözünüzü bir anlap bakaylı. Tanlanmagan bolsam-mu, intayin xo'shal. Chunki men mustakniga chiqib, o'zimning ijodiyatini tomoshabinlarga sunib oldim. O'zingizning ijodiyati? Boyqa nomermi? Anandiki baholigi ustozlarning qimmatli baholariga erishdim. Qaysi tirishsam yaxshi bo'lganligini bilib oldim. Shuning o'zi men uchun bir g'alaba. Yaraydi. Yaxshi aytdilar. Xo'sh, sizga bizning ko'ngil so'g'imiz bor. Sizni Şinjan Şahla Xalqaro Soda Şekil Şirketi ta'minlagan Şahla markasidagi bir yurish, teri asrash buyumlari bilan mukofotlaymiz. Qani, so'g'imizni qabul qilgan bo'lsangiz. Muborak bo'lsin. Qadrli do'st, agar siz yaxshi ko'rgan Mayir Nava sahnasidan ayrilgan bo'lsa, hech qisi yo'q. Siz shu Mayirning rad nomerining oldiga 33 ni qo'shib 106 266 19 ga qisqa uchur yo'llash orqali shu Mayirimizni Nava sahnasiga qaytarib akalsangiz bo'ladi. Qanunda qilsa telefon qo'lingizga iling, sinab yoqing. Mana bizning birinchi bosqichimizmi g'albalik oxirlashdi. Endi biz ikkinchi bosqichga o'tib ketgan bo'lsak, programmamizning ikkinchi bosqichi qarindoshlar. Yardım olsa yarım yargıla ırgılmayı Mundaş kılayım ben keldim dostugula Yardım olsa yarım yargıla ırgılmayı Mundaş kılayım ben keldim dostugula Yargıla 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 Mundaş kılayım ben keldim dostugula Yargıla 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 Mundaş kılayım ben keldim dostugula
Açının bazarıdın yargılar Allah'ın gülümen dostlar Açının bazarıdın yargılar Allah'ın gülümen dostlar Yargılar, yargılar Yargılar, yargılar Yargılar, yargılar Allah'ın gülümen dostlar Yargılar, yargılar Yargılar, yargılar Yargılar, yargılar Allah'ın gülümen dostlar Kömüken bulan yargılar Örgülmeyi ki yürek kızım dostlar Sızlı kömüken bulan yargılar Örgülmeyi ki yürek kızım dostlar Yargılar, yargılar Yargılar, yargılar Yargılar, yargılar Köyde yürek kızım dostlar Yargılar, yargılar Yargılar, yargılar Yargılar, yargılar Köyde yürek kızım dostlar Köyde yürek kızım dostlar Qarindoshlar bosqichga qadam tashlab qo'ygan qarindoshimiz qarshilamiz. O'zingizni bir tanishtirib o'tasiz. İsmim Senaver Turg'un, Şinjan pedagogik universitetida o'qiyman. Senaver, ham bizniki qarindoshlar bosqichida Nurali. Hali moslashdinglar, ha? Bo'ldi. Unda bo'lsa, hozircha Muşu naq maydanda o'ynagan shu o'zinglarning nomeringlarga sizlarni bir baho beringlar desam, qanday baho berganlar bor? Birdan deb bilmaymiz. O'zimizga ham hali mas o'yinda deb o'ylayman o'zimcha. O'zimcha. Ha. Bo'ladi. Unda qolsa bizdan bog'liqcha ustozlarimiz qimmat bahosini olib boqaylik. Ma o'tkildi bo'lsa juma qildi. Bayam yerni aldırmasın canlıq bilasın gördüm. Yaxshi, yaxshi. Biz shu orliqni besh qo'ysa, Gerçekten tamam ben leper şekilde mi orada yargılar bundan şey cık itildi o. Biz cık anladık bunu televizyon ekranlarında cık artisler leper oynadı. Ma kızı usulü oynadı ki sen akşam acaba çırak edik. Şimdi sana verme. Eşkin olanışına yaxşı masajlanlar birinci. Sizin deginiz doğru. Yaxşı oldu dediniz o. Şuna yaxşı. Lekin Nur Ali senin olmay kimden mühendisi? Atışның bazarida yargılla örgülemey. Hem avaz cayık biriş gerek. Azırak atışның bazarida yargılla örgülem tabi yetmegendek anlattı. Şu sızık çıksında Çang-çangda dana her bir avaz ornuğa basan tikismi inatçısın. Atışның bazarida yargılla örgülemey. Tallavağan güllün men dostu gülla emmeyege biriş gerek avaz. Tak taksa edik tak çığdığın takadık çığ turdu. Tarzı koşmuşsa bir yerler kurqağına ki isetip kaldı. Erketini işleyim dep avaz diyene gitip kaldın azı. İşini bulmaydı. Numaronlar pek yaxşı çıktı. Yukarıda halkımız tanıştık olan Yargülle namlıq leper türüdeki nakşını yaxşı icra kıldığına Gülşat'ın ayeti yaxşı bağını verdi. Bunun demek çoğunun mu? Siz bunun ayeti yaxşı icra kıldınız. Siz kargan bulup mu şu usulçı kızının ki hareketleri ayeti yarışımlık nakşınımın yaxşı icra kıldı. Ama numaranızın sizinki bu şu nakşınızınki yaxşı buluşuğa Allah'ı tesir gösterdi de. Yaxşı icra kıldınlar. İşleriniz neticelik olsun. Bizning 2-chi nomerlik mayrimizning o'zining qarinishi bilan nomerini ko'rsatib o'tdi. Hamda 3-chi nomerlik mayrimizning qarinishi bilan sahnaga taklif qilamiz. Marhamat.
Yaşaymayı yurtum sende hatircem dostlar 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 Yaşaymayı yurtum sende hatircem dostlar 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 Bir ömür yüksek arzu bucaklıp Bir ömür yüksek arzu bucaklıp dostlar oy oy dostlar oy sende çok buldum bahtiyar kıldım dostlar 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 sende çok buldum bahtiyar kıldım dostlar 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 durar her kaçan akşam yarınlıp durar her kaçan akşam yarınlıp dostlar oy oy dostlar oy Oyununda bulay yaki yirakta dostlar 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 Oyununda bulay yaki yirakta dostlar 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 Kalbim senden ayrılmaz benden Kalbim senden ayrılmaz benden dostlar oy oy dostlar oy cennetim asiye senden amayan dostlar 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 cennetim asiye senden amayan dostlar 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 akar meşrem diyen sevgi muhabbet akar meşrem diyen sevgi muhabbet dostlar oy oy dostlar oy oy dostlar oy Hoş geldiniz. Nava sahnimizga qayrildishimiz. Yosinjon afandim. Mushu chotmonoqchi payzamiz baka. Navayte uzunroq, ammo hammamizga tetik bo'lgan bir usullik naqshini o'rlash orqali naq maydondagi azizlarimizni bir usulga soldingiz. Jumladan mana bu harakatlarni qilmag'il xil uzun bo'lib ekan. Mush naqshingizni anglagandan keyin to'yingda asqas harakat qilib soldim. Rahmat. Qarindishimiz bilan bir tunishib o'tgan bo'lsak, Qarindishimiz Korladan Tuqalaning qizi. siz o'zingiz Aqsu Kelpindan bu ko'rdan qanday tunishib qoldingiz Tuqqanlar? Tuqqan. Ha? Tuqqan. Ha. Unda qolsa biz mushtuqinimizdan yurak so'zini anglaymiz. Assalomu alaykum ustozlar. Tomoshabin do'stlar, sizlarga Dilxumar Erkinda o'tib salom. Rahmat. Endi Yosinjon afandimga o'zingizning bahoringizni bildiring. Yosinjon akamning oxir chempion bo'lishini umid qilaman. Rahmat. Undaqda bizning barliq ustozlarimizning fikrini endi jim turib anglab bersangiz bo'ldi. Yaxshi, yaxshi. Va milliy kiyim bilan bumi kelpinning naqsimi? Ha, bu kelpinning boshqisimi, shu kelpinning xalq nashriyatlarından burunlarniki o'qigankan, men oxiridagi do'stlar degan muzikasini o'zim bir ishlab qo'yay. Qanday bo'larkan deb o'zim ishlagandim. Oxirgi o'zgarishni. Qanday bo'ldi ekan deb ishlab qo'yibdi. Tashakkur. Shunday yaxshi bo'ldi-ki. Va, shunday yaxshi bo'ldi. Bu g'ayri tansiqli bir narsa-da, bizni anglab shunday yeni narsalar bu qanday biz anglamadik. Tağlıq narsa, tağ naqshlar ekan. Bu qiz ajoyib yaxshi o'ynaydi o'sindi. Kulib turgan ata o'qildi Xudoyim. O'sin, shunday jonliq harakatlar shunday yaxshi. Sen shunday maslashdan yaxshi. Mana bu salam emas bu. Qolli qo'shoqlarimning bu kelpindan Mağı beşlikte şu kelpin meşredinizki bir benesiz Afrika'da özem işlegen. Tekste asal çatın xalatniki. Tekst xalatniki.
Yaxşı. Kelpinning chamg'osidek titidi bizga bu. Rasla. Ahmet yar bo'lsin, ha? Yasin Tuniyaz. Ajringizga barakallah. Rahmat. O'zingiz yaxshi ko'rib, o'zingizning yerlik nag'malar bilan o'zingiz azroq ijodiyat qilib, haqiqatan shunday chiroyli, titimliq bir ohang aytgansiz. O'tirdi bir o'zgarishlik ohang kanda. Naqshini nihoyat yaxshi o'rinlab berdingiz. Bo'libmi, sulchi qizimiz nihoyat yaxshi moslashdi. Ondan boshqa sahna kiyiminglarmi yerlik aloyiblikka ega, yarshimliq bo'pti. Rahmat. Texmi zo'r natijalar yar bo'lsin. Rahmat. Bağlıqçı ustazlarning yuqori bahoga erishganlar tilaymiz, hurmat turgan bo'lsanglar. 3-numurluq mahirimizning o'zining qarindişi bilan numarini ko'rsatib o'tdi. Hamda qizg'in olqishlarimiz bilan 4-numurluq mahirimizni qarindişi bilan sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Güzel cahanın bağı zeynası, yigitler şu bağının gül leylası. Güzel cahanın bağı zeynası, yigitler şu bağının gül leylası. Bulsa bulbulga bağsınızdan, güzel bulbul el baharın şeydası. Qarindishimiz bir salomlarni yo'llagan bo'lsanglar, tanishib olaylik. Assalomu alaykum. Nova programmasining naq maydondagi ishtirokchilari, assalomu alaykum. Ekran oldidagi ko'rgan do'stlar va hurmatli faolchilar. Men 4-numurluq Mayir Railaning hamkorlashuvchisi Abduvali Qodirdan minglarga o'tliq salom. Qo'shimda bo'lsa bizning bağlıqçı ustazlarimizning qimmatli bahosini anglab boqaylik. 4-numurluq Mayir yuqorida bizningki marhum atog'liq kompozitorimiz Hekim Hasan muzikasini yozgan Vafo kuyi nomli naqshini do'stingiz bilan yaxshi ijro qildingiz.
Naqşanlar nəhayət yaxşı, bir-birinlər bilan bolğan maslashishganligi ovozinglarning nəhayət yaxshi oldu. Naqşin qizg'in hissiyat bilan yaxshi ijro qildingiz. Endi bu yigitmi naqshini ijro qilish jarayonidagi kayfiyati jushqun, mardona bo'ldi. Sizningmi harakatlaringiz qizlarga xos, tortinchoq, shundaqla yarashgan bir nazokatli harakatlar bilan yaxshi bir-biringlar bilan moslashdinglar. Shuni bo'lish kerak albatta. Ham naqshida qizlarniki yigit qiz aytganda qizlarniki jo'shqin, kayfiyat qizg'in bo'lish kerak. Lekin yana qizlar xos nazokatlik, tortinchoqlikmi ifodalanib turish kerak. U chaqda nihoyatda Uyg'ur qizlarniki xarakteri yaxshi ifodalandi deb qarayman. Numaralarni yaxshi ijro qilindi. Xo'sh, bu yuqorida aytilib o'tdi, diyorimizda yoshlar orasida nihoyatda moda bo'lgan Vafo kuyi nomli bu naqshini aytibsizlar. Ovozinglarning tusi, qolgan jihatlarda nihoyatda yaxshi moslashibdi. Bo'lib bu naqsha ikkinglarning ovoz sharoitinglarga to'liq tushibdi. Naqshini boshdan oxir qizg'in kayfiyat ichida o'rinladinglar. Sakni kiyimlarni o'zaro moslashibdi. Davomli tirishing. Balg'uchilarimizdan yuqori bahosiga erishdinglar. Sal armab turgan bo'lsanglar, kutib bilaymiz. 4-numurlik mayrimizmi o'zining qarindishi bilan numarini ko'rsatib o'tdi. Endi eng oxirgi mayrimiz 5-numurlik mayrimizni qarindishi bilan sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Halidem gönlümü dikibek Malla layıktın halidem gönlümü dikibek Oldunudun Arap halidem Kaşında küydüm Arkandım Arap halidem Saçında küydüm Arkandım Arap halidem Saçında küydüm Yigimen digen halidem Sütünge küydüm Yigimen digen halidem Sütünge küydüm Acayip kumanıp Sütünge küydüm Acayip kumanıp Sütünge küydüm Barsam halidem nağma sadası Kanımızda gidip barsam halidem nağma sadası Mutlu dep sorsam ben Koyunun havası Mutlu dep sorsam ben Koyunun havası Nime desem de halidem Küydüm ben sana Nime desem de halidem küydüm ben sana Aslan bulutlar kalsın namımız yana Aslan bulutlar kalsın namımız yana Dağlardaki sayda Yarın giyik oynaydıkken Dağlardaki sayda Halidem kızı doğulup ösken Çok gidigen cayda Halidem kızı doğulup ösken Çok gidigen cayda Sıkıştaya bağımda Nimenime diyişken Güzel kaşlarga bağımda Nimenime diyişken
bulutlar kalsın, namımız yanar. Aslan bulutlar kalsın, namımız yanar. Aslan bulutlar kalsın, namımız yanar. Siz navbatdaşimizga qarshi olamiz. Qarindoshlar bosqichida qarindoshingiz bilan sulluq kuyini huzurimizga sundingiz. Qarindishimiz bilan tanishib o'tamdik. Bu yoqning ismi Oypari. Oypari. O'zi Urumchi qatnash transport maktabida o'qiydi. Maktabning usul o'quvchisi demdingizmi? Yo'q, usul o'quvchisi emas. Shuningki, yo'l transport kasbida. Usul kasbi emas. Kasbi emas. Demak, kasbi usulchi emas turib, usulni xil yaxshi o'ynayotgansiz, Oypari. Sizning og'zingizdan bir ikki kalima so'z anglaylar-da. Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Men bu aka qarindishimning yaxshi natijalarni qo'lga keltirishni umid qilaman. Undaqda bizning ba'zi ustozlarimiz qanday baho berdi ekan? Bu naqsha Xolidan bizning Qashqar san'at maktabi Mehmet Akatib bir rahmatlik naqshi bo'lgan ajoyib yaxshi istimsh Xolidan. Demak, bu Xolidanning bu naqsha Janub Shinjongda jiq beytlar ketilganda, xilma-xil beytlar ketilgan. Siz buni yaxshi o'rildingiz. Qizimiz shuni yaxshi o'ynab berdi. Bu bilan xalq naqsi bizga hammamizga tanishib bo'lgan. Endi sizning shu mabat sezgan bir yerimda turay. Hozir yosh bolalarda mush tiksni ajoyib bir oladigan bir ish chiqib qoldi. Nima desang de Xolidan qo'ydimman sanga deb aytib nima desang Xolidan qo'ydimman sanga mama degan gapni yomon aytaq bir gapni ilib olamiz shu. Qag'ayir gap yo'q. Shunday yaxshi naqshni yaxshi o'rilgan professionallar. Tiksni aytib diqqat qilish kerak. Tiksni ahongi silish bu bir zo'r texnik bo'l naqshchilikda juma. Diqqat qilish shunga amatör bo'lsin. Bo'ldi, rahmat. Xo'sh, assalomu Yusuf. Bu qarindoshlar bosqichigimi? Qarindishingiz bilan Xolidan nomli naqsh o'rinlab keldingiz. Naqsh o'rinlashda ahang jihatlarda masala yo'q. Mening yana ta'kidlaydigan boy deb o'tdimiz sizniki shu sal. Kamiya shukan naqsh aytganda tekis. Udar qo'g'lishib, udarga tushirma deb mas so'zlar bir-biriga bog'lanib etildi. Chuqur ayrı bitiş gerek, dana ochiq bo'lish kerak. Shunga yana da ta'kidlaydiganim mush naqsh tekstini so'zlarni ilish jarayonida ko'p o'ylaning, ko'p izdining. Bo'ldi. Bo'ldi, unda bo'lsa, bizniki bog'liqchilarimizmi taklif fikrlarini berib o'tdi. Qolgan mayirlarimizni sahnamizga taklif qilgan bo'lsak, rahmat. Hürmetli televizyon köylüler, körotkanlar Ürümçi Televiziya Stansı bilen Şinjan ve Sivot Medeniyet Tarıqıtı Çekiş Şirik'te birlikte ötküzgen Kızılkala Vitaminli Kuvvet İçimliğe alayda hemkarlaşkan Yeni Nava programısı. Emdiki tallaş kursisi Naq Meydandaki Tamaşbullah Silay'nın kolonlarda. Öz anla yaxşı köygen, talantıga qayıl boğan mayirimizden red numurunu yukur avazı toğulgaş bilet taşlasanız turudu. Biletiniz çokum adil, lillah bolsa degen teşebbüsümüz var. Bizden elanlarımız müserhil, elandın keyin görüşeyle. Alma dağınçılardan işlengen meyciyen alma şerbetini içseniz, xuddi alma meyvesini yegandek his qilasiz. Yegili bo'ladigan tabiiy tamlik meyciyen alma şerbeti. Meşbutdan ishlanganlarimiz bor. Şinjan Mötüver Xalqaro Savdo Cheklek Şirkati yangidan ishlab chiqargan Achin Sufun parashugi ishonchlik bo'lib, siz o'ylab bakmagan katta mukofotlar chiqadi. Shunda sarxil mukofotlardan qastin burilka, hamza chiqar ekan. Shunda kir chiqarish unumi ajoyib yaxshi ekan. Shunga biz Achinni tanladik. Jungo Erlikşinaslık Cemiyeti'nin hayat örneği Şinjan Bolu'da doktorhansı uyuşturgan Jungo her bir ayın Erlikşinaslık münbiri memleketimizin Erlikşinaslık sahasındaki nüfuzluk sahneye aylandı. 18 yılın bir ambulatoriyede görüngen 1.260.000'den artık muhabbetli teşnak kalıpla Bolu'da hayatının ümit ve işençki erişip sistemlik davalaş kabul kılgan 65.000'den artık Bolu'dan kilip kaldı. Erlikşinaslık'ın sergisi Boğdu doktorxanası. Sağlamlık liniyası 400 73 123 45. Şadıman çoğunluğa aksırı həcir bizim ötken. Kuvvet toluqlaşta, kavul dikide, şaytılık məqsədi. Şadıman kanun kuvvet kantolaqlayışda, zürün tabi kantolaqlayışda, bək fayda kalıdı ki. Şadıman iskenden ki, mən yıxılıb etkiliş getdi.
Adıman yürüyüşlük mahsulatları. Tabiiy tamlik meyjeyuan Golichin ichimligini ichsangiz, xuddi sap apelsin mevasini yegandek his qilasiz. Undaqda belak tashlash, boshlan. 5 4 3 2 1 Natijalar ko'rsana bo'ldi. Keyingi bosqichga g'alabalik o'tgan mayrlarimiz shift tayyorlig'ini qilsanglar bo'ldi. Endi hozir hissiyotlardan biri anglab bakan bo'lsak. Hozir hissiyotim, mening maqsadim cho'mda, bu seni kelish, men san'at kasbida shug'ullanaman. Men bunda seni jiq chiqib kunab berishim kerak. To'g'ri. Bundan seniga chiqib o'zimning shu seniga chiqish, seni tushish iqtidorim yetildirish maqsadimdan chiqdim. Gapning ochiqi. Maktabda bunda fursatlar bo'ldi bo'lmaydi degan deyarlik, yo'q deyarlik. Men san'at kasbida shug'ullanganman cho'qim. Dadillik bilan seniga chiqib tushishni, ruhli yurak paydo qilish uchun seniga chiqdim men asoslik. Endi sizga o'zingizniki shu televiziya ekran orqali qarindoshlaringizga deydigan yurak so'zingizni aytib desam, shu televiziya ekran oldidagi do'stlarimizga nima deganingiz bor? Nava sahnamiz orqali. Nava sahna orqali mening shu nashlarimni qo'llab kelayotgan do'stlarim, urug' tuqqanlarim, shundaqla ota-onalarimga chin ko'nglimda rahmatimni bildiraman. Buni ola to'xtab qolmayman. Tirishma yana. Ishonchim komil. Sen nazarga kamchiliklarni bayqab yana cho'qim tirishma. Kamchiligimni to'lab yetdim. Kamchiligimni to'liqlab, masallarimning bilet tashlashi bilan navo sahnasiga yana qaytib kelma. Bunday deymiz, Rahmat. Albatta sizga bizning ko'ngil so'g'imiz bor. Xinjiang Shahla xalqaro so'z chekish sherikati ta'minlagan Shahla markasidagi bir yurish teri asrash buyumlari siz uchun. Qani, qabul qilib olsangiz. Rahmat. Biz mush munosabat bilan Xinjiang O'singul xalqaro so'z chekish sherikati, Xinjiang yo'lli xalqaro so'z chekish sherikati, Muxlisa Gulchiligi, Xushalliq to'y mulozimat markazi qatorliq o'rinlarga chin dilimizdan rahmatimizni aytamiz. Rahmat sizlarga. Bizni alay qo'lga o'rinladan Xinjiang Tayti xalqaro so'z chekish sherikati, Xinjiang O'singul so'z chekish sherikati, Urumchi Romantik xalqaro sayohat sherikati, Xinjiang Shahla xalqaro so'z chekish sherikati, Eli Nafis Qatmuqum Güzel Sanat Merkezi, Xinjiang Qalb Dasturi Madaniyat Tarqitish sherikati, Xinjiang Ulumush Tor Texnik chekish sherikati, Xinjiang Nafis Tor Qurilish chekish sherikati qatorliq o'rinlarga chin qalbimizdan rahmatimizni aytamiz. Rahmat sizlarga. Shuning bilan birga riyosatchining kiyimini ta'minlagan yo'lliq xalqaro so'z chekish sherikati yo'lliq kiyimlarga rahmatimizni aytamiz. Rahmat. Mana ikkinchi bosqichimiz g'alabalik oxirlashdi hamda programmamizning eng oxirgi bosqichi haftada bir Yulduz.
Ayağını
umakım İşemem sen sözümge Köydüm desem umakım İşemem sen sözümge Meni bunca kıynima, kıynima, kıynima Ay göründün gözümge Meni bunca kıynima, kıynima, kıynima Ay göründün gözümge Yüreğimden sözünü İzhar kılayın akşamda Yüreğimden sözünü İzhar kılayın akşamda Aşkında köy geçke, köy geçke, köy geçke Namayman akşamda Aşkında köy geçke, köy geçke, köy geçke Namayman akşamda Yüreğimden sözünü İzhar kılayın akşamda Yüreğimden sözünü İzhar kılayın akşamda Aşkında köy geçke, köy geçke, köy geçke Namayman akşamda Aşkında köy geçke, köy geçke, köy geçke Uxlamayman akşamda, uxlamayman akşamda Ana, bizning eng oxirgi bosqichimizmi qalbalik oxirlashdi. Hamda biz bog'lovchi ustozlarimizdan Ishmoilimizga bo'lgan taklif, fikrini, bahosini anglab boqaylik. Rahmat. Ha, bizning 4-chi nomor Ishmoilimiz, shu men sizga bir nima ko'z qarashim qo'yay, babayga aytgan naqshingizga. Sen saqo. Qarasam ko'rinmaydi bola. Şivisi qancha bu naqshning shivisi qancha shu oddiy bo'lsa, qancha shu yerlik shivisi bo'lsa, shuncha mo'lash qildi. Hozir buni qarasam ko'rilmaydi bola deb qarib aytganlashganda. Asli qaylisam ko'rinmaydi bola. Mushlik narsa bu. Hozir bu biyib xilma-xil Fıraklar. Vardı yaş balların içinde şu gayrı bir fıraklarını ketip aldığı yamanca kop gitti. Dostlarım aman bulsun, bulsun. De bunu ki nakşın gelen orada akvallar. İşte akvallar biraz yıkarak. Bu sen sakı bu vekil karakterik bir kaçka kalkmasına bir şey. Sizin ait yakşı oldunuz. Avazım şundak ravan, şundak yakşı çıktı. Fırak şivlerini Tekrar şu yerlik şivisiga yıkılaştırsanız, ama tekrar yaxşı çıkdı. Ağzınız kadar yanarak yaxşı çıktı. Sizi kutlayman. Haftada bir yıldız basqıçımız ahırlaştı. Ben 3. numaralık Mahir üstüde to'xtalay. Yasin Tuniyaz, bu qitim aytgan naqshingizni ismi nimadi? Kalbin xalq maqsadi. Ha. Yana chapma qilib aytib keldingiz, shundaqmi o'tirdi bir o'zgarish bor. Ma basqıçda endi Ochiq gapni qilganda ovozingiz boyagi ishga bosqichdagidek yangroq bilinmagan bilan herhalde sho'x udardan chiqmagan asosida aytdingiz. Ba'zida men mikrofon sal yoniq ketib qoldi-chu. Shu ba'zi ovozlar sal ojiz, ba'zi ovozlar sal kuchli. Mushta ahvol bor. Endi bu tabiiy ahvol. Naq maydonda aytgandikin, undaq kichik nuqsalar bo'lish tabiiy ahvol. Lekin naqshni yanala yerlik shevpiraqlar joyida qo'yuq milliy tus olgan derecede yaxshi o'rinlab berdingiz. Rahmat tilayman. 5 numar Uhmayır yuqorida Umaq qiz nomli naqshini aytdingiz.
naqshini yaxshi aytdingiz. Ammo pauza uzun bo'lib ketdi oraliqdagi. Yani bu kişilerin tomoshabinlarningmi vaqtini, ularningmi huzur elish shuni o'ylashingiz kerak endi. Men bu yerda bu pauza uzun bo'libdi, cho'qim qo'shimcha bir mahorat ko'rsatdi. Shuning pauzini uzun qildimki desam, hech qanday inkas yo'q. Hech qanday ifoda bo'lmay qoldi. Buningdagi mush taraflarga diqqat qilishinglarni umid qilaman. Endi umumiylik mishat bog'liqchilar nurg'un gaplarni dedi. Bular faqatla o'zining niyati pakiz tilaklari bilan sizlarga berilgan bor. Chunki buningdan keyin texmi yaxshi natijalarga erishsin degan bog'larni berdi. Shu fikrlarni o'tirib qo'ydi. Hammalar bir-biringlarni qilishmaydi ekansizlar. Omad yor bo'lsin. Rahmat. Bog'liqchi ustozlarning qimmatli faoliyatiga erishdinglar. Bu san programmamizga yana bir qism shirkat mas'ullarimi alayda qadam tashlab qo'ygan. O'sha aziz mehmonlarimiz qatorida Şinjan Qalb Dasturi Madaniyat tarqitish shirkatining mas'uli Akramjon Arkinni so'zga taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Naq maydondagi shundaqlar ekran oldidagi ko'rgan do'stlar, ustozlar, ammolarga Şinjan Qalb Dasturi Madaniyat tarqitish shirkatining bosh direktori Akram Arkinga o'ttiq salom. Dava programmasiga yo'l qo'ygan 2 yildan buyon jamiyatdagi keng yoshlarga shundaqla madaniyat siyar, bizning san'at siyar xalqimizga bir sayt hozirlab berishdan birga biz keng jihatdan hamma yoshlarga bir o'rganish shundaqla o'zining iqtidorini ortishiga namoyon qilgan yaxshi bir maktab hozirlab berdi. Buning misol sifatida men shu Şinjan Vasiyat Madaniyat tarqitish shirkati Nova guruhida bir yil tarbiyalangandan keyin men shu o'rinda o'tirish shartiga noil bo'lgandim. Endi bizning Şinjan Qalb Dasturi Madaniyat tarqitish shirkatimiz qurilgan qisqa mezgilda shunday xalqimizning qo'llab-quvvatlashi, shunday korxonachilarningki madad berishi orqasida Abdumrayn shunday mamlakatning har qaysi joylarida 15 maydondan ortiq parovollik tipidagi shunday konsertlar tipidagi o'yinlarni o'rinlashtirdik. Shunday mamlakatning har qaysi joylarida madaniyat omlashtirish faoliyatlariga aktiv qatnashib, Şinjan madaniyati, shunday Jahon madaniyatini xalqaro har qaysi joylarga tanitish uchun izlanib kelyapmiz. Xalqimizningki shunday har qaysi do'stlarimizning qo'llab-quvvatlashini umid qilaman. Shunday Novosakda qatnashayotgan barcha maylarga o'zimningki tilakdoshligimni bildirma, omad sizlarga bo'lsin. Rahmat. Bundan keyin ishtiringlar texmo, ro'naq topsin. Qo'shunda bo'lsa, bizning korxonachilar vakillari, shirkat mas'ullari bizning 3-numurlik mayirimizga o'zingizning qo'lingizdagi 10 numurlik biletni xohlaydigan şirket mas'ullari numur taxtanglarni ko'tarsanglar bo'ladi. 1, 2, 3, 4, 40 numur muborak bo'lsin. Endi bizning 4-numurlik mayirimiz uchun qo'lidagi 10 numurni berishni xohlaydigan shirkat mas'ullari. 1, 2, 3, 4, 5, 50 numur muborak bo'lsin. Bizning 5-numurlik mayirimiz uchun o'zining qo'lidagi 10 numurni berishni xohlaydigan shirkat mas'ullari. Rahmat. Hurmatli aziz mehmonlar, tomoshabinlar, Əmdiki bilet taşlaş huquqi sizlərinin qulunlarda. Qulunguzdaki bilet taşlığışını ilan, özünüz maharetiga qoyil bo'lgan mahirimizning rad numarini yuqori ovozda to'lg'ash bilet tashlasangiz bo'ladi. Bilet tashlash cho'qim, adil, lillah bo'lsin degan umidimiz. Bilet tashlash boshlandi. 5, 4, 3, 2. Bunday bo'lsa, natijalarni bir ko'rib baksanglar. Bizden 4-numurluk mayirimiz Raila. Bizden bu haftalık yıldızımız oldu. Raila'nı bu haftalık yıldız buldu da paras kılan tomoshabinimiz. Sizga bizden ko'ngil soğumuz var. Yani Şinjan yolluk xalqaro so'z chekish shirkati ta'minlagan yolluk markasidagi ko'ngil bizden sizga qilgan ko'ngil so'g'imiz qabul qilasiz. Bizniki bu haftalık yıldızımız yana Raila'ni Şinjan TYT xalqaro so'z chekish shirkati ta'minlagan TYT markasidagi kollagillik deb bilan mukofotlaymiz. Muborak bo'lsin. Minavər mayillarimiz sizlarga ko'ngil so'g'imiz bor. Sizlarni Şinjan Shahla xalqaro so'z chekish shirkati Shahla markasidagi bir yurish teri asrash buyumlari bilan mukofotlaydi. Muborak bo'lsin. Xo'shundaq bo'lsa biz bu haftalık yıldızımızga shundaqla minavər mayillarımizga bog'liqchi ustozlarni mukofot buyum taqib berishni taklif qilamiz. Marhamat.